Assalamu alaikum aziz qarindoshlar. Bugun 3-oyning 11 kuni chorshanba. Bugun sizlarga azroqcha yeniliklarni yetkazib qo'yay. Oldinlarda deb qo'ygan bir ishlar bor. Uniki birisi ehtimol Facebook'dan, WhatsApp'lardan ko'rdinglar. Hozir yana bir projekt boshlandi. Shu 5 fevral G'ulji inqilobining arxivlarini to'plash haqida. Buniki bu vaqtda bir kitob chiqib bo'ldi hozir. Hozir endi Uyg'ur Project fondi bilan Ili Mashrab WhatsApp gruppasi birlashib bu proyektning ikkinchi qismini boshladi. Ishlar nihoyatda yaxshi ketyapti. Asosliq maqsad bu yerdagi shu 5 fevral G'ulji inqilobiga qatnashgan yoshlar, shularda qurbon bo'lgan, jindorlik ketgan yoshlarning ahvollarini xotirlab chiqish. Buni hozir uchur to'plash bosqichida uchurlar bilan to'planib bo'lgandan keyin buni bir kitob qilib chiqarmoqchi ina. Shu bu ish boshlanib ketdi. Hozir WhatsApp to'pida maxsus to'p bor, ishni qilayotgan. Buni ichiga kirmagan, ammo shu 5 fevral G'ulji inqilobiga oid bir qism ishlarni bildigan qarindoshlar bo'lsa, men bilan aloqalashsanlar yoki Kanada Torontodagi Gulshan Abduqodir singlimiz bilan yoki Turkiyadagi Jur'at inimiz bilan aloqalashsanlar bo'ladi. Jur'at inimiz Ili Mashrab gruppasining mas'uli. Uchurlarni bersanlar, u qog'ozlar joyida mangdi. Endi mushishda bir amonlardan bir kuch chiqayotgan bo'lsanlar. Endi yaqinda amonlar bildinglar. Hozir Google tarjimonga Uyg'ur tili qo'shildi. Bu ishlarni nihoyatda osonlashtiryapti. Nima desanlar, inglizcha bilmaydigan qarindoshlar hozir shu inglizchani olib Google'ga kirib mumkin. Uni uyg'urcha tarjima qilib o'qiy oladigan bo'ldi. Endi rasmiy kasb ahli tarjimonlarda, kasbiy tarjimonlarda tarjima qila olmaydi Google tarjimoni. Lekin uniki ma'nosini tushunish jihatlarida nihoyat iqtidorli. Yaqinda mening do'stlarim qilsina baxti hali murakkab narsalardan tarjima qildi ekan. Endi uyg'urchadan inglizchaga tarjima qiladigan qarindoshlarmi foydalansa, bo'libmi bir qism so'zliklarniki inglizchasini izlab o'tirmay Google bir tarjima qilib etib, shu asosda lekin uni o'xshab qo'ysimi, nihoyat qulay bo'lgan bo'lib ketdi. Bu ish bo'lgandan keyin men burun shu Google Android gruppasiga mas'ul ishlagan singlimiz Barna Ibrohim bilan aloqalashdim. Bu 2016 yillarda bu vaqtda ishlar bo'lgan. O chog'da shu Barna singlimiz Google'niki Android gruppasida shuni mas'ul bo'lib ishlayotgan, shu chog'da uyg'urchaga kirgizish to'g'riliq bir qism ishlarni qilgan. Vaqtim parallasam, yaqingi ahvoldan xabari yo'q ekan. Endi menga aslida ehtimol shu chog'dagi qog'ozlarniki davom bo'lib bitgan o'xshaydi degan. Men konkret ishlarni o'qimag'achqa men 2016 yildagi bir uchurimni Facebookga chiqarib qo'ydim. Keyin ba'zi qarindoshlar, undan keyin bir qism qarindoshlar bu ishga to'xtamay kuchayganligini, hatto o'zining yendimi bir qism iqtisodni xashlaganligini anladim. U yerdan bu yerdan. Endi ma'lum sabablar tufaylidan konkret ishlarni maxfiy tutish qaror qilingancha ekan, şu an o maxfiy tutilgan ishlarni bilmadim. Herhalde bu ishniki keyingi bosqichlarda nihoyatda muhim rol o'ynagan bir guruh qarindoshlar bor ekan. Bu jihatdan men konkret ish ahvolini bilmayman. Buni shunchalik qilib qildim. Endi yaqinda hozir xalqaro media, xalqaro hukumatda hozir nihoyatda kuchli o'tirib chiqqan bir ish Uyg'urlarniki ishkirlarga to'shilib qul ishi sifatida ish qilinishi bo'ldi. Bu jihatda hozir har kuni degidek cho'ng-cho'ng xabarlar chiqyapti. Ondan keyin bir imzo to'plash faoliyati bo'lyapti. Bu imzo to'plash faoliyatida olmish shirkatiniki maslahat ishlab chiqarish zavodlariga Uyg'urlarning qul ishi chiqqan ahvollarni to'xtatish haqida. Boshqa cho'ng-cho'ng shirkatlar bor ekan, jiq shirkatlar bor ekan, Amerikadagi dunyodagi donliq shirkatlardan shu Uyg'urlarning qul ishi chiqib ishlatayotgan. Hozir mush bir qiziq tema bo'lyapti. Bu jihatda bir imzo to'plash bor. Ondan keyin Amerikada bir qancha Avam palatasi, Kengash palatasining a'zolari
Mesela McGarvin degan kişi parlamentning a'zosi. Bu kişinin başçılığında Uyg'urlarni qul ishchi sifatida zavodlarga o'rlashtirishni to'xtatish haqida bir qonun loyihasiga yo'l manyapti. Bu qonun loyihasi degan shu qonun loyihasini tunishtirish bo'ldi Washington DC'da. Benim bilishimcha Ömer Qanat, Rushan Abbas qarindoshlarimiz bunun qatnashdi. Bu jihatdan lekin tafsiliy xabarlarni anglaysizlar. Yana bir yangi qonun chiqyapti. Nima desam, hozir necha odamlar mendan so'rab bo'ldi mana shu kun ichida. Burungi Uyg'urlardagi qonunlik ahvol qanday bo'lib ketdi edi. Endi bu jihatda biz biroz talassiz bo'ldik. Talassiz bo'ldik degani bu ish to'xtab qoldi degan gap emas. O'tgan yil Donald Trumpning xizmatidan tushirishimizda Amerikaniki siyosatchilari shu ishga bakchiq vaqtni sarf qilib ketdi. Undan keyin bu prezidentlik saylanma boshlanib ketdi. Hozir bo'lsa Wuhan virusining ishi chiqdi. Hozir Amerikadagi bütün xabarlarga qarasanglar, asosan Wuhan virusiniki ishlari ko'p sonliqni egallayapti. Bu da to'xtamay hozir bo'lgansa kengayotgan boshqa bu virusniki qaysi darajada ish yapmasak bo'ladi degan masalada cho'ng g'ulg'ul bo'lyapti medialardami. Ashna bilan Uyg'urlarniki kishilik huquq qonuniy jihatdagi ishlari biroz to'sqinlik uchradi, biroz interruption deymiz biz. To'sqinlik uchradi. Lekin o ish to'xtab qolgani yo'q. Bu jihatda yana boshqalardan keyincha tafsil falan anglaysizlar. Men bu shaklda yaqinda bo'lgan yana bir cho'ng yaxshi ish Uyg'urlar uchun Amerika Holocaust musiqasiniki boshlig'i Xitoyniki Uyg'urlar ustidan ilib borgan o'sha ishini rasmiy insonlar ustidan yurgizilgan jinoyat deb atadi. Aslida baho berdi bunga. Amerika Holocaust musiqasi. Buniki ahamiyati bek cho'ng. Amerikadagi matashiyatlar va kuchli tashkilotlar bular bu gaplarni deb qo'ymaydi. Uni maxsus xalqaro qonun, kelishim, qoidalarga sepib turib, anındaki bir xulasını chiqardi. Shu bularniki xulasını chiqarganligi buningdagi Xitoy hukmdorlarini Uyg'ur masalasida xalqaro sudga tortish ishlarida bir yangi yo'l ochildi degan ishdan darak berdi bu. Shunga bu bir cho'ng xo'shallarlik ish. Mushlar desam, men shu xabarni chiqarib qo'ysam, mana sizlardan so'rabdi bu nima chegardagi Uyg'ur tashkilotlari Xitoy ustidan azqidg'ashlarni qilmaydi dedi. Bazı işler var, sizler onu iş buluştuğunu burun bilsanlar yaxşı, bazı işler var, iş bulup boğandakin bilsanlar yaxşı. Masahalarda mı kılmatkan işler var, lekin kim bu kıslar bunu? Halbuki, annesi bir gap var, halbuki, ben kömegelligim için, ben işte anda qara o'ylab qilishni saqlash kerak deydigan. Buni Uyg'urlar o'rgansa bo'ladi. Biz hamma narsalarni deb o'tiramaymiz. Ba'zi ishlarni kim bitib bo'lgan joyda deyish kerak. Hatta bu başkalarını tanqidlashga aldirab ketmay, biraz sabrichanlik bilan hamisha bir sabab bor deb o'ylash kerak ba'zi joylarda. Shu sizlar o'ylagan ishlarni boshqalarni o'ylab, imkon bor ish qilishga tirishyapti. Agar to'liq bo'lmay, yosh takliflar bo'lsa, buni yetkazamiz. Men davomli ashni qilaman. Yosh takliflar kelsa, men uni tegishli odamlarga yetkazib qo'ymayman. U boshqa ish, lekin aldırab bilan bir narsani tutib bilankin boshqani ishbat qilgan tanqidlaydigan ishlardan saqlanaylik. Buni men o'shlik deb qo'y. Hozir endi bizning vatanda hamma odamlar suloqqa kirib ketdi. Suloqqa kirib ketdi deganim bir qismi lagerda, bir qismi turmada qolganlarni uydan talaga chiqarmas bo'lib ketdi. Ashta bu boshqa yaqinda shu men uchrab ko'zlagan qarindoshlarimiz biroz qiynalib hech kim uydan chiqmagan uchun sırt neymiş vatkalarını bilinmey. Xil qiynaldı bu kadar. Bulupmu men şu virusniki lagerlarda taqılacak falan bilsek buldu. Müştiyatı bir küçük bakan bolsanlar da bir kaç qarindoshlar degan bu jihada uchralish mumkin bo'lmaydi hozirmi. Men bek ensiraylik hozirmi. Virusniki lagerlarga yetib berish ehtimolligi bek cho'ng. Lekin buni Xitoylar bek kontrol qilganligi uchun hozir ham hamma Uyg'urlarni uydan chiqarmay, uyga sulab qo'yganligi uchun zaten bu ishning qaysi darajagacha buni bilgil bo'lmayapti hozir. Ürümchida birlarniki üstünki qavatdagi bir yashagan kishi o'lib ketgan, shu üstünki qavatga chiqib
alsırashqa imkoniyat bo'lmadi. Bir binoning ichida, bir dayvanning ichidagi odamlarniki. Uyg'urlar shu darajada mixlanib ketdi o'zim uyiga hozir. İşte bu başqa sirtni ahvol deganlash, uchirganlash texnikasi bo'lib ketdi. Hozir ehtimoslar oldinglar yaqinda şirketlerde, bir kısım şirketlerde ishlaydiganlarga, idarəçilik ishlaydiganlarga kinish ko'rib sirt chiqsa bo'ldi deydigan. Kinishlarni berib taqib shu orqali sirtqa mong'ul qilayotgan ahvol bor Urumchida. Ammo bugunisi kinishni taqib, ertasi yig'ilib, endi yangidan taqatmasak bo'lmaydi deb undaq qilgan ahvollar bor. Nayt qilaymi qol. Hozir o'zimniki tushunishcha mejikni ahvollarga diqqat qilib yurib, boshqa bir xillik boshqacha jihatdan nayt qilaymi qol ishlar yuz berib turibdi. Bazı binalarda bir binanın adamlarını yaptığında ki seyşembe, peşembe, şam günleri 4 saat sırt çıkılıp koyup, yağmur binanınkini düşembe, çarşembe, cuma günü sırt çıkılıp koyup degendek 4 saatin açtaşlarının yolu koyuptu. Bu ama bu amiyet emezken ben monke uçurlarda bazı yerlerde açtaşlar baktı, bazı yerlerde yani Uygurlarını katıyla sırt çıkartmaptı. Hazırlandı. Hammadan Yusuf'un qağalık için Ürümçideki bazı teşkilatlar, hükümet organları, şu virüs sebebinden üyeye kamup qalğan cadiki turmuş hakkında resim musabaqası ötküzümüzde profesörlerden çıkarıldırıptı bana. Resimden takip etmesine kim bağlı bir açıklamamızda. Hem de şu virüsden Yusuf'un qağanğa ait mi? Başta işlem boğuldırıptı. 3. ayının 4. günü, ötken çarşamba günü ben şu videoda işlep bolgandan keyin şunu gördüm. G'o'ji shahridagi ishlar chaplangan qog'ozlarni evitibdi. O'tganda rasmlar chiqqan, ehtimoslar ko'rdinglar. Bütün ishlarni sirtdan qog'oz chaplab, sirt chiqish bo'lmaydi deb boshlab qilib aytgan. Shundan 4. kuni evitibdi. Endi buni G'o'ji shahrining ham yerida taqildimi yoki bir qancha rayonda taqildimi aniq emas. Chiqib menga uchur etkizgan qarindishimizniki uyniki şirket çaplangan qog'ozlarni evitibdi, sirt chiqsanglar bo'ldi dedi. Ondan keyin Xotan viloyatining ba'zi joylarida mana shu virus sababli sirt chiqmaydigan ahvollar hozirgacha mavjud ekan. Shunga bu hozir rayon bilan rayon qattiq o'xshamayotdi, diqqat qilsanglar. Urumchida ba'zi yerda bo'ladi, ba'zi yerda bo'lmaydi. G'uljida bir qism yerlarni eshitibdi ishlarini. Hamda Xotanda bo'lsa, ba'zi joylarda hozirga qadar yine sırtçısı bo'lmaydi deb şu tüzüm hazırım bakken. Endi ba'zilar bilmay chiqib qolgan bo'lsa, ularni 3 oy tarbiyalanib chiqsan deb tizimni qildiribdi yerda. 3 oy lagerga kirib chiqsan deb odamlarni tizimni qildiribdi. Shu ahvollar bo'ldi. Ondan keyin Xotan bilan Qashqardan 600 nafar doktor sestralarni tanlab, bularni Wuhanga mo'ndiribdi. Buni bu to'g'ri o'tganda video naslamni chiqdi, uni sizlar ko'rdinglar. Ularniki ko'rsatgan sababini birisini ekan desanglar, sizlar berib, mana shu virusdan qanday saqlanish, virusdan yuqumlanganlarni qanday davolash, mushlarni o'nib kirsizlar deb ashadab mo'ndiribdi 600 odam. 3. ayındaki 6. kuni o'tgan juma kuni Urumchida qattiq qor yog'ibdi. Qor yog'ibdikan bir qism yerdagi Uyg'urlarni, Uyg'ur erlarni sirtqa chiqarib qor tozalab qo'yibdi. Menga ba'zi rasmlar keldi. Bu yerda g'alati ahvol bor, bu yerda yana bir g'alati ahvol bor. U nima desanglar, hozir kasal chiqdi deb Sharq Turkistondagi nurg'un ko'pincha yerlarda ishlarni taqab, odamlarni sirtqa chiqarmayotganmishlar bir ahvolda. Bu kech soat, atgan soat 2da Uyg'ur erlarini Xitoy yo'q. Uyg'ur erlarini sirtqa chiqarib qor tozalab qo'ygan. Ben bunu tahlil qilib, buni dunyo bilib qolmasin. Hozir shu virus chiqib ketdi deb Uyg'urlarni uydan chiqib qo'ymayotgan mushta ahvoldagi maqsad, asl maqsad virus emas. Asl boshqa bir maqsad bor. Ammo mush maqsadni xalqaro bilib qolmasin deb 2 soat 2da qartazlik qo'ydi deb tushundim men buni. Buni men inglizcha yozib taqdim etdim, chiqarib etdim. Menga shunda g'alati tuyulyapti-da. Uyg'urlarni uyuslab qo'yayotgan, chiqib qo'ymayotgan malani yerim kechida soat 2da, Urumchi vaqti soat 2da sirt chiqarib qor tozalab qo'ygan.
bu ahvalını yazırıp, onu başka düşündüremedim ben. Çünkü Uygurlarını virüsünü saklap kalmamız da vatkan işler sakta. Bana şey etken çağda. Manga açtak hukum verdi bu nesne. Hazır endi yakında şu lagerden çıkıp zavodga qul işçi süpütüde uğurlaştırıp etken ahval intayin eğir. Bana ötkenki kelgen xabarda Ürümçideki lagerlardaki 61 adamlarını uğurlaştırıp etti, hizmet uğurlaştırıp etti. Degan xabar kelgen, bunu ötken yılda vatanga berip kelgen yemir qırınışımız biraz yazımlaştırdı. Üzüm köge ahvallarga asasen Ürümçiden lagerden küvetkelerinin köpken. Lekin bular kuniga 12 saatin 14 saat işleydiken maaşı intayin tüven. Ötkende bularning ularga biraz maaş östürpedigan boptu degan gap chiqqan. Lekin ularga maaş östürpegen bilan su puli, to'q puli deb dehshat pul tutdi ekan bulardan. Pul tutib shu bizga uch o'tkazgan bir kishiniki dapirishi 3 oyda qo'lga qilib qolgan pul 1000 so'm bo'lmaydi deydi. Fabrikalarda ishlaydi ekan, chiqib ish haqi intayin tuvan, masalan bir tal kiyim tiksa aram 1 so'm olalar ekanda. İşte 12 saatten 14 saat ishlaydi ekan. Ondan keyin yakında şu lager sistemimiz işleyen birlardan uçuru aldım ben. Başka oturdu bir adam var şu arkalık. Ularınki o kişinin depeyen sani Uygurlardan lagerga sulanğanlarının sani 4.800.000. 4.800.000. Ben burumuzlarga degan bizim chet eldagi ba'zi ziyolilarimiz Xitoyda e'lon qilgan ma'lumotlarga asosan qancha odam lager turmalarga kirib ketdi degan hisob chiqqan. O qarinishimizniki yakulagan soni 4.300.000dan 5.100.000gacha degan. Masan şunun işide bunu cezimleştirip bu lager sistemisiz işleyen bir kişi kelgan şurada. Andaki memnun kelgan yağmur uçur. Bunu ötken katım dedim de isimde var mı? Janubdaki şu Uygurlardan şu lager türü sebeplik ülketkenler 1 milyondan aşıdı degan san. Ben bu sallarını İngilizce yazıp takip ettim hazır. Mesela desem bazı kardeşler bu vakti bana tekliflerini verdi. Ben tekliflerini bilmem. Bunu Amerika hükümeti yetkisimiz olmamda oldu. Ben çıkartkan İngiliz uçurlarını yalnız Amerika hükümeti emez. Bir kancı devletlerin hükümetlerine berip atdı. Bunu yetkizotqa adamlar var. Şu bu cihette hatırlayacağım bulundu. Şu ben bu imkan kadar kulum uçur gelse şu vaktin üzüldüm yazıp çıkarıp tırışıp ataman İngilizce. Bu işler bu atı da hazır. Anandakin hazır Ürümçiga basanlar bu virüsünki sebep bilen bütünlay hazır yokup ketken buluş mümkün. Ötken yılınki 11. 12. yıllarda Ürümçiga basanlar dibalar şunda kaynap ketken çıllık adam işte kirib qalgan bolsanglar agarda Sharq Turkistonda bir ish bo'lgandek his qilmaydigan ahvol ekan. Endi menga uchur shu dibadagi kishilarning hammasi hukumat urushtirgan odamlar ekan. Maaşı kuniga 100 so'mdan mas shu ishni qildi ekan, shayga berib araq ichib, chekib shu ishni o'tkazdigan odamlar ekan. Bu hukumatniki quyayotgan o'yin ekan bu. Andikin sana xabarlarda bor qizlarni ichadigan ishlashga majburlabdi. Andikin hech qanday hem restoranlar, arak, tamaka, hem satmasa unumaydı ekan. Bu şu lager işleri başlangandan keyin nurg'un sahadagi kishilarning hammasini shu lagerga saq chiqib ketdi ekan. Lagerga sirtkilarga masalan navoiychilarmi bor ekan, sestralarmi bor ekan shunday. Hammasi burun xizmatini tashlab saqchib ketganlar bor ekan. Rasmiy jinoyat shaklida lager kirmaganlar. Hozir ham ularni quyitib, ularniki bir qismlariga istiqbol bersanlar bo'ladi, saqchi xizmatlardan istiqbol bersanlar bo'ladi degan gaplar bo'lib turibdi. Material ko'ydirish ig'ir darajada davomlashayapti hozir. Shu lagerga ketgan lager turmalarga Uyg'urlarga oid uchurlarni ko'ydirish, yo'q qo'yish ishi hozir ig'ir darajada davom qilib turibdi. Anda vatan haqidagi uchurlar shunchalik mana bir haftachilik kelgan uchurlar.
Abaytaman degandek, hozir men inglizchadan aytdi ko'p o'sha har kunidagidek narsa yozib chiqaryapman. Buni Twitterga chiqarib, Facebookga ancha-muncha uyg'urcha tarjima qilib chiqarib qo'ydim. Meniki maqsadim hozir endi mana shu g'arbda Xitoyniki uyg'urlar ustidan yurgizayotgan siyosatni to'g'ri tushunmagan odamlar ko'p. Ba'zilar buni musulmonlikqa, islomga otib qo'yadi, ba'zilar terrorlikqa otib qo'yadi. Shunday qilsa, haqiqiy bu ishning mohiyati nima degan narsani tushunmagan odamlar bor. Ashta bu boshqa menga har qatim bir voqelik bo'lgan chog'da shuni chiqarib uningki orqa ko'rinishini Xitoy bu ishlarni nima sababdan qilayotganligini ularni qo'shib yozib taqdiryapman. Unim yaxshi bo'lyapti. 8-slashin, ya'ni 8-kuni ben bu Uyghur kızlarniki Xitoyniki dadisi Xi Jinping, dünyanın dadisi Xi Jinping deb naqsh etgan bir videoni chiqarib qo'ygan. Uni mazraqcha izohat tushuncha yozib, hozir 2,5 kundek bo'ldi, buni chiqarib qo'yg'ili. Bugun uni ko'rganlarning soni 45 mingdan oshdi. Andan keyin uni taqatganlarmi 500 dan oshdi. Ba'zi Amerikadagi xil tunlagan cho'ng kishilar bo'lmasa kirib fikr qatnashtiryapti. Masalan, Gordon Chang degan kishini necha kitap yozgan. Men undaki bir qancha kitobni setib o'qib qo'ygandim. O adam bilan Twitter'da açmış bir anlaştım. Azına qaynayatıdı. Eğer İngilizce bilsanglar Twitter'a ko'p basanglar bo'ladi. Şuna bu ishning ayeti qattiq quvvat bermay ekan yoki İngilizce yozib chiqarish shuni. Ondan keyin necha kun oldida İngilizce isbot berishniki 3-videosini ishlab uni chiqarib qo'ydim tunugun. Buningda Tursunjon yozim bilan erkinsizlik degan kishini kelib ketgan kishi haqida isbot berib video qilib uni chiqarib qo'ydim. Hozir tushuncha berdim bu haqda. Buni yana bu masalani bundan keyin texnik kuchab tashkil qilmayman. Erkinsizlikni olib ketish voqeasini. Bu ish bunday tepkisi bo'lmaydi. Xudoyim bo'lsa, men qo'limdan kelgan ishlarni qilaman bu haqda. Ba'zi qarindoshlar bu men qilayotgan maqsadimki yan to'plashishiga qarata o'tganki pulning ahvolini so'radi. Men tushuncha berib qo'ydim. O'tgan qatim Uyg'ur ana til app to'g'riliq yan to'plagan men. Uningga $8,000 yig'ilgan. Uningga jami $10,000 ketdi. O'tgan yil 11-oydan boshlab bu ishni qilayotgan ukalarga har oyda $2,000 pul berib, 3-oyda eng oxirgi pulni berib bo'ldik. Jami $10,000 berib bo'ldik. Bu app mush ayning oxiri yoki ikkilar oy rasmiy bitib tarqatildi. Aslan kurslar uni. Bu ishlarni aytib puxta obdan ketyapti. Bundan xabar topib qolinglar. Lekin maqsadimki ilkitab.org degan torbat haqidagi yan to'plashma yaxshi bo'ldi. Qarindoshlar Facebookda, PayPal'da, ba'zilar bankada bevosita, ba'zilar odamlar orqali degandek e'lon qilib, hozir $6,000 nishon qilgan. Asosan 7 oy deb qoldi. Shunga uni men juma kuni to'xtataman. Shunga taqchi o'ylab e'lon qilmaganlar bo'lsa, qisqalar bo'ladi. Men bunday ishga pul chiqqanda hozir $6,000. Bundan sal jiroq chiqib ketib qolsa, hozir menga bir ishni qilmoqchi bo'lib, shuning iqtisodiy yo'q, ashtaq bir munosabat bilan men aloqa chiqqan qarindoshlar xili bor qo'limda. Xil proyektlar bor. Buniki qilmasak bo'lmaydigan. Ammo yan to'plashni orqaga ulab qilmadim men. Sababi nima desanglar, seni jirtirib qo'ymaydi. Shunga olib tuzdirib qo'ydim buni. Shunga erkinsizlikqa bek pul chiqib ketgan ansirmanglar. Hozir qildigan ish bekchiq, qildigan odamlarmi bekchiq, ammo pul yo'q. Ashta bu boshqa mushiyatda shu millat uchun bir ish qilay deb gerçi o'zingizlar bevos qilmasanlarmi, iqtisodiyotdan yordam qilay deb o'ylayotgan qarindoshlar bo'lsa, bu ishga aktiv qatnashsanglar. Hozir qadar yanib qotganlar ichida odamni ta'sirlantiradigan ahvollar ko'p. Yolg'iz opalar bor. Burun ajrashib ketgan yoki eri boshqa bir ishlar bo'lib qolgan, bolasini yolg'iz yo'qotganlar bor. Shular pul beryapti. Yesh cho'nglar bor. 70 yoshlarga kirib qolgan. Shularni pul beryapti. Turkiyalik qarindoshlar pul beryapti. Turkiyaniki iqtisodi yaxshi emas. Ularni seçtiğin çağda qolgan davlatlarniki nisbati sal tuvaroq. Amerika, Yaponiya, Kanada, Yevropa degandek. Bu davlatlarda oshkor o'tirib chiqmay
yoki ancha faoliyatga qatnashmay yurayotgan qarindoshlarim xil ko'p bor. Agar sizlarniki ma'lum sabab bilan yashayotgan bo'lsanglar u mayli, lekin mandashlar kelgan chog'da ozroq yordam qilib qo'yinglar. Ish qilganlar qilsin. Ish qilganlar asosan pidayo ishlaydi ular, aqalmaydi. Lekin bir qism ishlar bor, pul xashmasak bo'lmaydigan. Shunga bunga boshlanishlarni obdan qo'llab bersanglar. Bu qadar yarın toplashqa chetlariklarimiz ko'p qo'shdi. Pek ko'p emas, ammo men bu yer toplash ishini inglizcha uyg'urcha qilib chiqargan, inglizcha chiqarganga chetlariklarga ozroqdan bo'lsin pul beryotdi. Naydi xo'sh. Endi hozir millat intayin egri kunda. Buni men ko'p ta'kidlab keldim. Agar biz shu 1-2 yildan ichida vatanga berib qolsak, biz qanday ahvolni ko'ramiz? Men davomli shu narsani ko'z oldimga keldim. Shunga garchi hozir naydi ko'p yaxshilanishlar bo'layotgan bo'lsa-mu, Uyg'ur masalasi xalqarada eng oldiga o'tgan masalalarning biri bo'lgan bo'lsa-mu, texi bir haqiqiy unum beradigan konkret tadbir qo'llanilgani yo'q. Ashta bo'lg'achqa men bu yerda inglizcha chaqiriqlarni, tashabbuslarni ko'p qilyapman hozir. Bu vatanga Sharqistonga tashish umiga o'tib, tashkil etish şey ahvalini, bu doğruluk. Endi chetelde ama yakında Türkiye'deki bir kısım ahvallarını anladım ben. 16 yaşından 20 yaşlı olan yaşlar. Burun fakat dinleme koyan. Hazır endi cemiyetindeki ihtiyacı maslaşanmay, camiye tasvip kavatkan. Nayt gün kağa ahvallarını anladım. Ondan başka yine hadis kursu, Kur'an kursularga balalarımızı degan uqtirishlarni pat-pat ko'rib turmayman. Meniki bir qarindoshlarga kutadigan umidim bor. Ibodatning ikki qismi bor. Birisi diniy ibodat, yana birisi dunyoviy ibodat. Men bu to'g'ri maqola yozgan burun, agar qilsam o'qib bo'ladi shu maqolani. Ibodat degan gap faqat diniy ibodat degan gap emas. Alloh insonni yaratgan chog'da faqat diniy ibodat uchun yaratmagan. Ben burun depperdim bir neçe resimlarını, ben bir iki kul yok, iki püt yok adamdaki Kur'an okuvatkan bir resimini köygen. Bunu ben saklap koymak dikenmelken pişman kaldım. Yani bir küz kargo adam, üydün mistik bağışçılık boğan ağırlıkta bir tan tatıp koyup, her gün şu tanın tutup minip, mistik verip 5 vakit namaz okuydu kaldık doğru. Eğer Allah insanlardan fakatlam ibadetli kısım, dini ibadetli kısım dese kalan neslen biz gibi vermeydi. Ben de inten bir güçlük düşünce bazında. Kandak kılınca da Allah'ın razı kılı oldu. Deydi, bu sualga cevap oldu. Onun ki, xil asasım var. Ben burasına degen, ben Kur'an'daki cennet degen sözlerin neticede çıkıdı. Bu sözler kandak ayetlerde çıkıdı. Degen nesini teşvigen. Muhammed Salih Damoğlan tercüme kılan Kur'an'da 323 yerde çıkıdı degen. Cennet degan söz. İngilizcesi de, Kur'an'ın İngilizcesi de 200'de yerde çıkıdı ekan. Endi şu cennet degan gap chiqqan oyatlarga qarasanglar, ikki talab nihoyatda ko'p yerda uchraydi. Birisi Allohga ishonish, iymon etish, Allohdan qo'rqish, oxiratga ishonish, yamir dunyoga ishonish bu birinchisi. Ikkinchisi yaxshi amal qilish. Yaxshi amal degan, albatta men degan ibodatniki dunyoga qismi shu. Endi Allah'ını qanday razı qılayman degan savolga javob topish uchun Allah menga nima bergan deb shu to'g'ri izlansangiz bo'ladi. Allah har bir inson yaratgan chog'da unga belgilik narsalarni bergan. 2 qo'l, 2 put, 2 ko'z, 2 quloq, og'iz bundan boshqa aql, talant, kuch mushta narsalarni bergan. Shunga Allah'ını razı kılışındaki en yaxshi usulü Allah bergen aşı neslerini çiftliğe işletiş. Yaxşı amal üçün. Yaxşı amal degen halal işler degen gap. Bunu ilmi dünyada şirket ilmi degen bir ilmi var. Behavioral science deydi. Onun da kişilik hayatını şu kısmını buludu. Ruhi hayat, maddi hayat ve icadi hayatta, yaratış hayat dediğin gibi. Hizmet diyen gibi, üçüncüsü hizmet diyen gibi.
Şuna bu yerdeki yaxşı əməl, xizmət bu bilişib ketken narsa. Agar men burunmu bunu yazdım, adam intan qattiq tirishib, yüzdeki bağ, talant, akıl, güç, hemen narsani en yukarı çekiga yaqin apağıcılık işlese, Allah bunu köpeytip burada maaşlar his qilmadi. Vaqtingizni tatib, vaqtingiz, aqlingiz, kuchingiz, hamma narsangizni. Ben qarindoshlardan hozir bizim millat tarixda intayin az uchraydigan bir mezgilda bizniki yordamimizga ehtiyoji bo'lib qoldi. Bir sinab yiqildi. Üzerinde bağmış neslerini çiftli yetişi işletip bir sınav yapmalı millet için işletip. Kandak neslerini kılalarken neslerini köp yapmalı. Aşı Allah'ın razı kılışın ki en yaşlı usul şu. Allah her bir elemini məlum məqsəd için yaratkan. Şu məqsəd yetidiğen talant bilen, güç bilen, akıl bilen yaratkan. Aşını işq silip, muşu hazırki muş vaziyette millet için bir güç yapaksak. İslam dinini xatar içilemez. Allah özü yaratgan dinini özü qoğdayalaydı. Allah insanlarının yardımına ihtiyacı emas. Bizim millet chet eldeki uğurlarının yardımına ihtiyacı. Eğer biz müşqatdimki, muş bir qanchalik fırsatni qo'ldan keltirib qo'ysak, bundan keyingi uzun muddat ichida bizning kunimiz yaxshi bo'lmaydi. Shunga hammamiz bir o'rtaq qattiq tirishib baqsak. Ma'qulamiz. Allohga rahmat. Kilar qatim kurashchilik salomat bo'linglar. Xayr-xushallahga emanet.